Man Fozilov Doniyor Mahmudovich, geologiya sohasini bo'yicha ishlayotganligimga 23 yil bo'ldi. Здравствуйте, меня зовут Умида. Имею стаж 20 лет в отрасли геологии. Assalomu alaykum. Ismim Doniyor. Men shu geologiya sohasida 2010-yildan beri ishlayman. Men Mansurov Alisher, O'zbekiston Texnologik metallar kombinatida loyiha menejer lavozimida ishlab kelmoqdaman. Geologiya, tog' kon sanoatida 5 yildan ortiq shu yo'nalishda ishlab kelmoqdamiz. В геологию меня привели родители. Папа у меня долгое время проработал на шахте. В детстве мы спускались в шахту, мне было очень интересно. Глубина была около 470 метров, и мне было очень интересно. Даже я родилась ко дню геолога. По радио в экспедиции объявили, что родилась геологиня. Я стала геологом. Geologiyaga kirib kelishimga sababchi avvalambor adamlar shu yoshligimizda probalar olib kelardilar. Mana bu kerin toshlarini olib biza bu qanaqa tosh ekan deb qiziqardik. Ichida endi yiltiroqlari bo'lsa, bu qanaqa yiltiroq. Geologiya sohasiga meni taklif qilgan odam, meni ustozim, sama akam bo'ladi. Yangi soha bo'lgani uchun menda ham qiziqish, ishtiyoq paydo bo'lib, shu geologiya sohasini tanlagan. Albatta, hammasi umumlashtirgan holatda bo'lish kerak, lekin avvalambor bu kasb va kasbni sevish kerak. Геология и искусство, и приключения, и романтика. Когда вы работаете геологом, во-первых, это очень заворожительно, это очень интересно ездить в самые отдаленные места своей страны, изучать, находить что-то новое, исследовать. Это очень интересно. Ilm dalaga chiqqanda bu sarguzasht. Kasbim orqasidan juda ham tajribali, yaxshi, samimiy insonlar bilan tanishganman. Ustoz orttirganman o'zim uchun. Juda ham yaxshi, kasbiga vafodor, kasbini sevuvchi, davlatga foyda keltiradigan insonlar bilan tanishganim, ulardan bir narsalar o'rganganim men uchun katta yutuq deb o'ylayman. Qanaqa kon bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha yerda siz nomingiz sarvarqalari shu inson shu yerda bir qanaqadir ozmi ko'pmi hissasini qo'shgan degan nom bo'lsa, shuni o'zi bitta katta bir yutuqingiz deb o'ylayman. Sulton Bobo, Noy Kobalt Nikel Xrom istiqbolli maydoni bo'yicha loyiha menejeriman. Birinchi navbatda mana shu Sulton Bobo loyihani shu kon darajasiga olib borish maqsad qo'yganman. Ну, мечт у меня уже не осталось. Ну, единственное, можно только на Марс слетать и там продолжить свою геологию. Вот так вот, как Илон Маск. O'zimizni texnologik metallar kombinatida bo'lgan bir nechta konlarni o'zlashtirishni amalga oshirish, bu konlarni qazib olish ishlarini, qayta ishlash, mahsulot olish texnologiyalarini yo'lga qo'yish, kombinatimizga manfaatimiz tegishi o'zimiz uchun hozirga qo'yilgan katta maqsadlardan biri.